Diqqat! Bu yangilik ayniqsa pensionerlar uchun juda muhim. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan ma'lumotlar ortidan ko'plab savollar paydo bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi barcha pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan to'liq ozod qilindi degan xabarlar keng tarqaldi. Ushbu xabarlar ko'pchilikda umid uyg'otdi, ammo shu bilan birga chalkashliklarni ham yuzaga keltirdi. Xo'sh, bu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri? Haqiqatdan ham barcha pensionerlar soliqlardan to'liq ozod etildimi? Rasmiy manbalarga murojaat qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi ushbu masalaga aniqlik kiritdi. Ma'lum bo'lishicha, pensionerlar uchun ayrim soliq imtiyozlari mavjud. Ammo bu imtiyozlar to'liq ozodlikni anglatmaydi va aniq shartlar asosida amal qiladi. Avvalo, mol-mulk solig'i haqida. Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq, jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha pensionerlarga imtiyoz beriladi. Biroq bu imtiyoz barcha mulk uchun emas, balki faqat ma'lum chegarada amal qiladi. Ya'ni pensioner egalik qilayotgan turar joy obyekti uchun 60 kvadrat metr maydon doirasida soliqdan ozod etiladi. Agar uy yoki kvartiraning umumiy maydoni bundan katta bo'lsa, ortiqcha qismi uchun soliq to'lanadi. Bu juda muhim tafsilot, chunki ijtimoiy tarmoqlarda aynan shu jihat e'tibordan chetda qolib, to'liq ozod etildi degan noto'g'ri talqinlar paydo bo'ldi. Aslida esa imtiyoz bor, ammo u cheklangan. Endi yer solig'i masalasiga o'tamiz. Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan, yer solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga emas, balki faqat ma'lum toifadagi pensionerlarga taqdim etiladi. Bu toifa yolg'iz pensionerlar hisoblanadi. Yolg'iz pensionerlar deganda kimlar nazarda tutiladi? Qonunchilikka ko'ra, yolg'iz pensioner bu yolg'iz yashaydigan yoki faqat voyaga yetmagan farzandlari bilan yoki nogironligi bo'lgan farzandi bilan birga alohida uyda istiqomat qilayotgan shaxsdir. Agar pensioner boshqa voyaga yetgan oila a'zolari bilan yashasa, u holda ushbu imtiyoz qo'llanilmasligi mumkin. Demak, yer solig'i ham hamma uchun emas, balki aniq ijtimoiy toifaga tegishli. Yana bir muhim masala imtiyozdan foydalanish tartibi. Ko'pchilik o'ylaganidek bu imtiyozlar avtomatik tarzda qo'llanilmaydi. Pensionerlar o'z huquqlarini tasdiqlovchi hujjatlarni tegishli soliq organlariga taqdim etishlari shart. Buning uchun pensioner quyidagi hujjatlarni topshirishi kerak. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotnoma. Shuningdek, mahalla tomonidan beriladigan tegishli tasdiqlovchi hujjat. Ayniqsa, yolg'iz pensioner maqomini tasdiqlash uchun mahalla ma'lumotnomasi muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Nega bu imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi? Nega fuqarolar o'zlari murojaat qilishi kerak? Bu savol ko'plab fuqarolarni o'ylantirmoqda. Bundan tashqari, yaqinda yana bir muhim xabar e'lon qilingan edi. Unga ko'ra, yer va mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan fuqarolarga ayrim elektron to'lov xizmatlaridan foydalanishda cheklovlar joriy etilishi mumkinligi haqida ogohlantirish berilgan edi. Aynan shu xabar ortidan pensionerlar to'liq ozod etildi degan noto'g'ri xulosalar paydo bo'ldi. Bu tasodifmi yoki noto'g'ri talqinmi? Nega rasmiy ma'lumotlar noto'g'ri tushunilmoqda? Bu savollar hali ham ochiq qolmoqda. Oddiy fuqarolar, ayniqsa pensionerlar bunday vaziyatda nima qilishi kerak? Eng avvalo, faqat rasmiy manbalarga tayanish muhim. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har qanday xabarni tekshirmasdan ishonish noto'g'ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, har bir pensioner o'z huquq va majburiyatlarini aniq bilishi zarur. Chunki soliq masalalari bevosita moliyaviy holatga ta'sir qiladi. Agar imtiyozdan foydalanish huquqi mavjud bo'lsa, uni rasmiy tartibda rasmiylashtirish lozim. Bugungi yangilikdan qanday xulosa qilish mumkin? Demak, O'zbekistonda pensionerlar uchun soliq imtiyozlari mavjud, biroq bu imtiyozlar to'liq emas, balki aniq shartlar asosida amal qiladi. Mol-mulk solig'ida 60 kvadrat metr chegarasi mavjud. Yer solig'ida esa faqat yolg'iz pensionerlarga imtiyoz beriladi. Kelgusida bu tizim yanada takomillashtiriladi? Imtiyozlar kengaytiriladimi? Yoki aksincha, yangi tartiblar joriy etiladimi? Bu savollarga hozircha aniq javob yo'q, ammo rasmiy organlar tomonidan berilayotgan ma'lumotlarni kuzatib borish muhim.
Hurmatli tomoshabinlar, siz ushbu yangilik haqida qanday fikrdasiz? Bu imtiyozlar yetarlimi yoki yanada kengaytirilishi kerak deb o'ylaysizmi? Sizning fikringiz ham muhim. Eng so'nggi va ishonchli yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun Tezkor axborot kanalini kuzatishda davom eting. Ushbu videoni boshqalarga ham ulashing, zero bu ma'lumot ko'plab insonlar uchun foydali bo'lishi mumkin.